Türkçüler Divanı'nın intayin mühim alaylıklarından biri muqaddim kısmıga bir xaritaning ilave qilinishi. Bu xarita Mahmud Qashqari tarafidan sizilgan tunji dunyo xaritasi. Mahmud Qashqari o'z davridagi xalqlarning qaysi rayonlarda yashaydiganligini ko'rsatish uchun sizgan bu xaritaga boshqa xalqlar yashaydigan rayonlarni kirgizish orqali yer yuzidagi ma'lum doirani o'z ichiga olgan bir dunyo xaritasini o'rtaga chiqargan. Bugungi xaritachilik texnikasiga nisbatan aytganda bu bir ibtidoiy xarita bo'lsa-mu, lekin 11-asr sharoitidagi jug'rofiya bilimi va texnikasiga nisbatan bu xarita yuqori saviyali hisoblanadi. Eng muhimi bu xarita shu zamondagi hukmdorlar turishliq Balasag'in shahrining markaz qilib chizilgan. Shu davrda yashagan xalqlar rayonlardagi shaharlar, tog'lar, ko'llar, daryolar va dengizlar tafsiliy ko'rsatilgan. Xaritada shu qavmga oid rayonlarning ko'rsatilishi asosan to'g'ri bo'lgan. 11-asrda o'z dunyosini rasmlashtirgan bu xarita bilan birlikda Mahmud Qashqari Rum o'lkasidan Machingacha bo'lgan har qaysi allarning bo'yi 5000 parsax, eni 3000 parsax bo'lib, ya'ni bu yerdagi parsax deganimiz Parischadagi bir xil yo'l o'lchimi bo'lib, bir parsax 6,124 kilometrga to'g'ri keladi. Hammasi 8000 parsax keldi deb yozadi. Va bularning o'rnini aniq bildirish uchun hammasini yer yuzi shaklidagi doira ichida ko'rsatib o'tganligini aytadi. Mahmud Qashqarining xaritani yumaloq shakl chizishi va buni dunyoning shakli ustida tushuntirilishi shu davrdalar, ya'ni 11-asrda yer sharining yumaloq ekanligini shu qavmdagi kishilarning bildiganligini ko'rsatdi. Türkçüler Divanı'nın 22 ve 23 betleriga ilave qilingan rangli yumaloq xaritada sharq, g'arb, janub, shimol taraflar doirini bo'ylab ko'rsatilgan. Cho'risida ranglarning izoti berilgan. Dengizlarning seriq, daryolarning ko'k, tog'larning qizil, shaharlarning mo seriq rang chizilganligi ko'rsatilgan. G'arbda Qipchoq va paranglar o'ltiraqlashgan Idil daryosi bo'ylarigacha, janubda Hindi, Sind, Chad, Berber, Habash, Zengi, ya'ni hozirgi Qartal ellargacha, sharqda Tapg'och, Yaponiyagacha, g'arbiy janubda Misr, Mag'rib, Andaluslargacha ko'rsatilgan. Xaritada Mahmud Qashqari o'z davrida yashagan xalqlar yashagan shahar va rayonlarni tafsiliy ko'rsatib berishgan. Xaritaning markazini tashkil qilgan Balasag'inning yonida ko'rsatilgan shaharlar Mahmud Qashqarining bo'g'larining shahri Barsixon bilan o'z davrining madaniyat markazi bo'lgan Qashqar. Barsixonning yonida ko'rsatilib, ismi berilmagan ko'l Issiq ko'l. Xaritaning markaziy qismida yana Kucha, Barman, Uch, Qo'shqarbashi, Yarkent, Xotan, Churchan, O'zkent, Marg'inon, Xo'jand, Samarqand, Ikkiöküz, Talas, Beshbaliq, Manqishloq va boshqa shaharlar ko'rsatilgan. Hani bu xalqlarning yashagan rayonlari O'g'iz eli, Qipchoq va O'g'iz makonlari, Boshqirt bozqirlari, O'tukan, Xorason, Xorazm, Ozarbayjon nomlari bilan ifodalangan. Xaritada ranglar bilan ko'rsatilgan dengiz, daryo va tog'larning qatorida Sayxun, Jayhun, Ili, Idil, Irtish daryolari, Qorchoq va Serindib tog'lari ko'rsatilgan. Xaritada o'z davridagi xalqlar makonlashgan rayonlar atrofli ko'rsatib qo'yilgan, shu rayondagi xalqlar bilan aralashgan boshqa el va xalqlar berilgan. Lekin shu xalqlar bilan hech qanday munosabati bo'lmagan rayon va ellar xaritada ko'rsatilmagan. 抖音